Agarda mana shu 3 narsaga e'tibor qaratmasangiz, farzandingiz kelajakda gapirishga aniq qiynaladi. Bu 3-sababini hozirgi kunda 90% ota-ona qaytarib kelmoqda. Buning birinchi sababi e'tiborsizlik. Farzandingiz sizga gapirsa-yu, savollariga javob topa olmasa, keyinchalik gapirishga bo'lgan ishtiyoqi yo'qoladi. Farzandingizni tinglang va uni qo'llab-quvvatlang. Buning ikkinchi sababi bu ikki tillilik. Oilada ota-ona ikki tilda farzandi bilan suhbat olib borsa, kelajakda farzandining nutqida nuqsonlar yuzaga kelishi mumkin. Buning uchinchi sababi qo'rquv va stress. Farzandingiz sizga gapirayotganida uni shoshirsangiz yoki uni qo'rqitib urishsangiz, u o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotadi va gapirishga qo'rqadi. Farzandingizni ishonchini so'ndirmang va uni qo'llab-quvvatlang. Bolaning nutqi bu tabiiy jarayon. Muhimi unga eng yaxshi muhitni yaratish. Sabr, e'tibor va mehr farzandingizga eng yaxshi vosita.